Mohi mashqara shu ishlatib ko'rdingmi? Cho'tga oqartirib berar ekan, lekin men ishlatdim-u, vaqti zo'r ekan. Hidi ham zo'r ekan. Mazza qilib aytasan. Besh haqida video olamiz endi. Assalomu alaykum azizlarim. Keling, endi sizlar bilan boshqacha bir tur mahsulotlarimiz bilan tanishamiz. Bu 3 kilo 200 grammlik mahsulotimiz o'zining ichida lenorini, hamda konditsionerni, hamda parashogini privatnom holatida ushlaydi. Bu bilan kirlaringiz yurganingizda hidlar lavanda hidini keltirib turadi. Juda ham zo'r ko'piradi va yana sizlarga mana shu parashogimizni aytmoqchiman. Bu suxoy holatidagi parashogimiz. Buni oq kirlarni shunday evitib qo'yganingizda oppoq qilib beradi va pastdan keyin bemalol yuvishingiz mumkin bo'ladi. Endi keling bu yoqqa. Mana maxsus konditsionerni o'zi hidni juda ham kuchli hidlar xohlovchilar uchun bunisidan ham olib kelib qo'ydik. Hidiga vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Mazza qilib ishlatasizlar va kiyimlaringizni yumshoqqina qilib qo'yadi azizlarim. Va azizlarim, mana bu mikromolekulyarli parashoklarimiz hisoblanadi. O'simliklardan tayyorlangan azizlarim. Va mana bu 1 kilo 800 grammlik parashokimiz ham bunga lenoram konditsioner ham solishingiz shart emas. Bu joyda bo'lsa 2 kilolik parashogimiz rangli kirlar uchun maxsus tayyorlangan va oq kirlarimiz uchun ham oqartirib beruvchi parashoklarimiz bor. Bu ham 2 kilolik. Endi keling sizga eng zo'r parashoklarimizdan yana birini ko'rsataman. 1 kilo 100 grammlik gul hidi kelib turadi. 72 soat shunda kiyimlaringizdan hidlari kelib turadi. Mazza qilib ishlatishingiz mumkin va shirin hidlarni yoqtirmaydiganlar uchun apelsin hidligi ham bor. Azizlarim, keling endi sizlar bilan suxoy parashoklar haqida, ya'ni quruq parashoklar haqida gaplashamiz. Bu 3 kilolik parashogimizda juda ham qulay, avtomat mashinalaringizga solganingizda yoki tog'oraga solib yurganingizda ham juda ham qulay. Qanaqangi zo'r paketda qilingan, hattoki sovg'alarga borsangiz juda ham bor. Tog'oraning o'rnida ham sovg'a borishingiz mumkin bo'ladi. Bu 3 kilo bo'lsa, mana bunimiz 2 kilolik suxoy parashoklarimiz. Hammasidan gullarning hidi kelib turadi. Bu 1,5 kilolik azizlarim va 1,5 kilolik parashoklarimiz ham bor. Hidlarni, o'zga hidlarni xohlovchilar uchun mana shu parashoklarimizni tavsiya qilamiz.